Şimdi kızlar güzeller Instagram'da 5 kız bir odada istek varsa. Dada, Ha, pizza zakaz qilyapmidingiz? pizzang nimasi? Unda ani tolka kim? Bu sani onang harom. Menmi? Nimaga kelding? Siz haliyam o'xshasiz. Soch soqolingiz ham o'zgarmadi. Aytdim-ku, sartaroshni o'zgartirish kerak deb. Jim, nimaga kelding? Bolam ko'rgan keldim. Siz meni tashlab ketgansiz. Men seni tashlab ketmaganman, bolam. Seni boqish uchun Rossiyaga ishga ketganman. Men seni onangman. Endi meni onam bor, hammaga aytaman buni. Ya! Sizga o'xshabdi-ya? Bolajonim, adini pullar bormi? Bor. Qayerda? Karta o'ynash bilasizmi? Nimaga? Qaytarib olardik. Qimorda yutqizganmi? Reklama bo'lib qoladi. Bolam, ading qayerda? Dadam choyxonaga ketdi. Yo'q. Hozir men senga pul beraman, magazindan xohlagan narsangni ol. Qayerga qo'yibdi ekan? Aya, Ha? Nimaga qaytib kelding? nima olishni bilmayapman. Marojniy ol. Zo'r. Qayerga qo'ydi ekan bu? Aya, Yana nimaga qaytib kelding? hozir qish-ku, marojniy yesam tomog'im og'riydi. O'zing xohlagan narsangni ol. Ha, Yo'q. Hech narsa yo'q. aya. Ha! Bolam, men bergan pulga nima qolding? Dadam nos oldi. Qayerga qo'ydi ekan bu? Nima qilyapsiz? Uy yig'ishtiryapman. Taxlangan narsani sochibmi? Rossiyada shunaqa yig'ishtiradi. Men ketdim. Xona vayron qilib ketdik. Ayam uyni tozalamabdimi? Tozalagan, top-toza qilib ketibdi. Yana men tashlab ketdilarmi? Sen tashlab ketgani yo'q, seni boqish uchun Dubayga ketdi. Undan ko'ra tashlab ketgani yaxshi edi. Wachacha, 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 wachacha.